Mana natija. Mana nihoyat. Nechta ekan bu endi? 3, 6, 8. Ya ana akula bor ekan. Bitta mana akula chiqdi. Shuni tashlab yuborish kerak edi. Shu mana qolib ketibdi. Ana. Qo'yaver endi mahallaga tashlaysan kanolimga. Kanalga borincha o'lib qoladi bu. Bilmaydi. Keyin o'zini joyida turaversin. Yarasi-ku bu. O'zini joyida turaversin. Qazon o'ladi ama. Onu ham tashlab oling bo'lmasa. Abnasi oladi, o'shada. Bo'lmasa shunga beramiz. Chiqi. Bu nimada? Yo'q. Bunaqani olib oxirida tashlab yuboriladi-da. Bunaqadan qirib yuboraman. Mana. Shunda yeb. Shunda bo'zdi qiz bitta Borib bosib tushguncha ham o'ladi. Billatib bunday qilib ushlab tursam yana bitta Yo'q, bosib. nechta chiqadi bu? Chiqdi bitta. 3 kilo bor-a? Bemalol. 3 kilo. Amunga bizgilar to'ydida baliqqa. Bo'ladi mana. Maza qilib pishiramiz endi buni. Anchagina baliq bor. bunday shilib turib aqalog'idan bunday qilib kesib Silib bo'ladimi? Mana ovchilar. qorindan olasiz. Bitta go'shtidan qo'shib yo'qqa. Tepadan olasiz, go'shtdan qo'shib yo'qqa. Dum tarafdan pichoq bilan terini bunday qilib turib, bunday pichoq tiqsangiz, teri ajraydi. Nima shilib tashlanaveradi? Dum tarafdan Bo'lmasa qilish, nima qilish? Qirish qiyin-da buni. qo'lga kiradigan bo'ladi. Tozalash vobshe qiyin ekan. Men 2 soat tozalaganman. Qo'lga kiradigan bo'ladi. To kelyapti-yu ana. No.